Doktorlar qamaladimi? Kokosh katta pul so'ramoqda. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Doktorlar aytdiki, Kokosh hammasini pul uchun qilyapti. Kokosh reklama qilgani uchun yana bir necha odam kelib, shu doktorlarga operatsiya qildirgan. Yana bir jabrlanuvchi ayolning aytishicha, doktorlar operatsiyani YouTube'dagi videoga qarab qilishgan. 20 million so'mga o'zimga o'zim dard sotib oldim, deydi o'sha ayol. Bir bemor Kokoshga ishonib shu klinikaga kelganini, barchasi yolg'on ekan. Kokoshning xalqqa qilgan murojaatidan so'ng doktorlar umuman bemorlarga qaramay qo'yishgan. Doktorlarning aytishicha esa, Kokosh eski rasmlarni qo'yib, shantajlik qilyapti. Bizdan katta miqdorda pul talab qilyapti deyishadi. Xo'sh, savol tug'iladi. Agar Kokosh pul so'rayotgan bo'lsa, nima uchun shu paytgacha imij-imida olmadi? Nima uchun bir oydan buyon Kokoshning ahvoli yaxshilanmay, aksincha yomonlashdi? Rost bo'lsa, nega Kokosh va operatsiya bo'lgan boshqa bemorlar ham barcha bemorlar doktorlardan norozi? Buning sababi nimada? Doktorlar Kokoshni o'zini sigareta chekib o'tirgani uchun shu ahvolga tushganini va ahvoli yomonlashganini aytmoqda. Kokosh esa palatasiga kirib o'tirib sigareta chekkan doktor rasmini o'z sahifasiga qo'yib qo'ydi. Aslida kim aybdorligini isbotladi va davlat tashkilotlaridan bu klinikani tekshirib, boshqalar ham azoblanmasligi uchun yopishlarini so'radi va boykot e'lon qildi. Bu klinikada tozalik ham yaxshi emas, doktorlar ham dori-darmonni gapirmasa ham bo'ladi. Mani nogiron qilib qo'yishdi. Bu klinika mani davolatib, oyoqqa turg'izishini so'rayman. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Davlatimiz qonuniy chora ko'rishini so'rayman, deydi Kokosh. Mening orqamdan kelgan barchani azoblanib, meni nomimdan yomon bo'lib qolishini xohlamayman, deya ta'kidlab o'tdi. Aytingchi, xususiy klinikalar qanday ishlashyapti o'zi? Halima Ibragimova, Farhod Mannopov kabi mashhur blogerlarimiz va artistlarimiz nima uchun xususiy klinikalarda o'lim topishdi? Kokoshni ham shu taqdir kutayotganmidi? Aslida bular san'atkor bo'lgani uchun biz bu xabarlardan xabardor bo'lib turibmiz. Oddiy xalq esa bu xabarlarni va bunday noqonuniy bo'layotgan ishlarni ko'chaga chiqarishga ham kuchlari yetmaydi. Shunday ekan, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib, video davomini ko'rish uchun video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.